Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari, bizni uzoqni kuzatib borayotgan do'stlar, barchalaringga alangalik salom. Azizlar, bizni kuzatishda davom etasizlar. Do'stlar, tabiat manzarasiga bir e'tibor berib qo'yamiz azizlar. Tog'da yonbag'ridamiz, xudo xolasa. Havo o'ta dahshat. Yomg'ir nomiga savalab turibdi, yomg'ir nomiga. Havo dahshat azizlarim, havo o'ta dahshat havo. Bizni kuzatishda davom etasizlar. Bu tomonlar ham mana tog' qanchalik sizlarga ko'rinib boryapti. Bu seloda, ya'ni bu Serafimovka deyiladi. Serafimovka selosi. Selo deganda qanday? Bu yerda ayıl deb aytiladi. Ayıl degani endi shu nimada ayıl degani? Bu qishloq deb aytiladi, ya'ni Serafimovka qishlog'i. Podgornaya ulitsasi ekan bu. Podgorniy degani endi ruschani tushunadiganlar ma'nosini biladi. Podgorniy, gor degani gora, ya'ni tog'. Pod, ya'ni tog' osti ko'chasi degan ma'noni bildiradi. Podgornaya ulitsa deb qo'yibdi. Mana shu qishloqda hozircha ishlarimiz olib boryapmiz do'stlar. Ya'ni katta qishloq. Bu tomonda dash ketadigan bo'lsak, dacha deyilar ekan, dachniy zona. Nijniy Serafimovka deyilar ekan. Bishkekdan Alamiddin bozoridan, Alamiddin bozoridan bu yergacha где-то bir 25 kilometr, 26 kilometr masofa bor ekan. Tabiat manzarasiga e'tibor berib qo'yamiz azizlar, tabiat manzaraga. Просто super. Qushlarning ovozi kelyaptimi? Mayda xo'rozlar qichqiryapti, xo'rozlar. Qaysi xonadan bilmayman, ovozi kelyapti ahyon. Sizlarga video davomida eshitilayotgan bo'lsa azizlar, mana shu manzaralar uchun azizlarim bitta layklarni charsatib urib qo'yamiz azizlar. Manzarani qaranglar. Bu yerdan sizlarga azizlarim faqatgina kislorod yetkazib bera olmayman xolos, kislorodni. Havo super bu yerda. Haqiqatan havo super darajada. Necha kundan beri shu yerda ish qilayotgan bo'lsak azizlarim, ana bu saman o'tlar ham chiqdi, ona bola o'tlar, saman o'tlar. Yaqinroq ko'rsatishga harakat qilaman saman o'tlarni. Ana bolasi bilan. Mana qaranglar azizlar. Bemalol ko'chalarda yurganini qaranglar bularni, o'tlarni bolasi bilan. Azizlar, bitta podpisatsiya bo'lib, obuna bo'lishni unutmaysiz azizlarim.